Hayotda va ish jarayonida stress va nizolarni butunlay yo'qotish mumkin emas. Ammo biz ularni boshqarishni va ulardan to'g'ri foydalanishni o'rganishimiz mumkin. Yetakchi uchun stressni nazorat qilish, nizolarni konstruktiv yo'l bilan hal qilish va oqilona qaror qabul qilish muvaffaqiyatning kalitidir. Bu modul sizga stressga chidamlilikni oshirish, jamoada sog'lom muhit yaratish va har bir qaroringiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olishni o'rgatadi. Nizo bu nafaqat muammo, balki rivojlanish imkoniyatidir. Nizolar turlicha bo'lishi mumkin, shaxslar aro, guruhlar aro yoki tashkilot ichidagi tizimli nizolar. Ko'pincha nizolar noto'g'ri tushunish, yetarli muloqotning yo'qligi yoki adolatning buzilishi sababli yuzaga keladi. Yetakchining vazifasi nizoning asl sababini aniqlash va uni konstruktiv tarzda hal qilishdir. Eng samarali yondashuv win-win strategiyasi. Bu strategiyada ikki tomon ham o'zini g'olib his qiladi. Bunda nizoni yashirish emas, balki ochiq muloqot orqali yechim topish juda muhimdir. Stress inson tanasi va ongining tabiiy himoya reaksiyasi, ammo nazorat qilinmagan stress sog'liq va jamoaning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Stressni boshqarishda ikki asosiy yondashuv mavjud. Birinchisi biologik yondashuv. Chuqur nafas olish, sport bilan shug'ullanish, sog'lom uyqu va to'g'ri ovqatlanish orqali organizmni tiklash mumkin. Ikkinchisi psixologik yondashuv. Meditatsiya, diqqatni jamlash va ijobiy fikrlash orqali ruhiy barqarorlikni saqlash mumkin. O'zini boshqara olgan yetakchi jamoasiga ham barqarorlik va ishonch bag'ishlaydi. Har bir qaror mas'uliyatni talab qiladi. Yetakchi muammolarini chuqur tahlil qilib, barcha ma'lumotlarni yig'ib, jamoaning manfaatini hisobga olgan holda qaror qabul qilishi zarur. Qaror qabul qilish bu nafaqat tanlov, balki kelajakdagi natijaga javob berishdir. Qaror qabul qilish jarayoni 5 asosiy bosqichdan iborat. Birinchi bosqich muammoni aniq belgilash. Muammo noto'g'ri aniqlansa, yechim ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ikkinchi bosqich ma'lumotlarni to'plash va ularni chuqur tahlil qilish. Bu bosqichda turli manbalarni solishtirish juda muhim. Uchinchi bosqich bir nechta yechim variantlarini ishlab chiqish. To'rtinchi bosqich eng maqbul va uzoq muddatli natija beradigan variantni tanlash. Beshinchi bosqich qarorni amalga oshirish va uning natijalari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish. Haqiqiy yetakchi qarorni mustaqil qabul qilsa ham, jamoasining fikrini e'tiborga oladi. Shoshilinch va hissiyotga asoslangan qarorlar ko'pincha xatolarga olib keladi. Puxta o'ylangan va dalillarga tayangan qarorlar esa muvaffaqiyatni ta'minlaydi.